Mikroklipdan Qiziriq Furqo filialimizdan 2025-yil 24-oktyabr kuni mijozlardan uchrashuvimiz bor. Mijozlarimizdan shu yerda. Siz bankimizga nima masalada kelgansiz? Issiqxona bo'yicha imtiyozli kredit olmoqchiman. Hokim yordamchisiga shu mijoz tayinlaysiz. Siz aytib tashlab, bizga tashlab beradi. Hokim yordamchisi ijobiy bo'lsa, qizildan bo'lsa yoki oldin ko'pincha salbiy tarqilgan bo'lsa bo'ladi. Yoki tavsiyangizni ko'rib chiqamiz. Siz chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha kredit olmoqchiman. Nechi pul? 25 ming. Chorvachilik bo'lsa sizga shu hokim yordamchisi har bir oila tadbirkorligidan keladi. Taksa hokim yordamchisidan tavsiyani tashlatadi. Agar ijobiy tartibga bo'lsangiz, oldin ko'pingiz bo'lsa chiqarib beramiz. Siz nima masaladan? Mening mahallam yo'nalishida kredit olmoqchiman, tadbirkor bo'lsin. 30 million kredit olib, tadbirkor qilmoqchiman. 30 million kredit bo'lsa, kafili mening mahallam tadbirkor yo'nalishdan kafilga asosida chiqadi. Kafilingiz bo'lsa, o'zingiz ko'rinishdan chiqarib beramiz. Men mening mahallam bo'yicha kredit olmoqchiman. Sizga shu agar mening mahallamdan olmoqchisangiz, kafilik kerak. Kafilingizni o'zingiz ko'rinmas, yaxshi natija bo'lsa, chiqarib beramiz. Biznesga birinchi qadam yo'nalishi bo'yicha 7,5 million so'mlik kredit olmoqchimiz. Mahalla bankiga uchrashib, hujjatlarni topshiryapmiz. Topshirgan bo'lsangiz, agar ijobiy tartibga bo'lsa, sizga kafil shartnoma sug'urta bilan chiqarib beramiz. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz yakun. Sizlarga rahmat.